Biz vafot etgan insonlarning hikoyalari haqida gaplashamiz. Bu hikoyalarning barchasi u odamlarning qanday vafot etganiga guvoh bo'lgan kishilar tomonidan aytilgan haqiqiy voqealardir. Ularga nima bo'lgan, qanday holatda va qanday vaziyatda jon berishgan, ular jon taslim qilayotgan paytda nimalar ro'y bergan, g'usl qildirilayotganda, ya'ni mayyit yuvilayotgan vaqtda nimalar yuz bergan. Ma'lumki, chiroyli xotima, ya'ni yaxshi yakun va yomon yakun bor. Xo'sh, aynan nima sabab bo'lib ular o'sha holat bilan hayotini yakunlagan? Inshaallohu taala biz bu vafot etganlar haqidagi hikoyalar turkumi orqali bularning barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Men bilan birga bo'ling. Men sizning birodaringiz Muhammad al-Naqviyman. Kuzatishda davom eting.